Assalomu alaykum qadrli vohadoshlar, otaxon va onaxonlar, muhtaram opa-singillar, aziz yoshlar, hurmatli tumanimiz fuqarolari. Jamiyatda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni qaror toptirish, inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash, mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish, aholi farovonligini yuksaltirish, huquqiy demokratik davlat qurish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlardan ko'zlangan maqsadlarga erishishning muhim sharti hisoblanadi. Men Bandixon tumani Ichki ishlar bo'lim boshlig'i To'rayev Jo'rabek Muhammadiyevichman. Menga fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, jamoat tartibini saqlash, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarni oldini olish va profilaktikasi kabi bir qator vazifalar yuklatilgan. Barchamizga yaxshi ma'lumki, keyingi yillarda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida mamlakatimizda islohotlarning ilk kunlaridanoq inson qadrini ulug'lash eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etildi hamda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash orqali xalqimizni rozi qilish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar organlarini tubdan isloh qilish, jarayonlarda jinoyatchilikka qarshi kurashish, ijtimoiy xavfli qilmishlarni quvish emas, balki fuqarolarning haq huquqlarini amalda himoya qilish birinchi galdagi vazifaga aylanmoqda. Binobarin, xalq manfaatlariga xizmat qilish har bir soha xodimining burchidir. Yangi O'zbekistonda inson qadri uchun ezgi g'oyasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Inson qadri ulug'lanayotgan ana o'shanday tarixiy sharoitda mahallalarimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash borasida barchamizning zimmamizdagi mas'uliyatli vazifalarimiz yanada ortib bormoqda. Hurmatli tumanimiz fuqarolari, shu o'rinda Bandixon tumanida 2025-yilning o'tgan 3 oyida sodir etilgan jinoyatlarga qisqacha to'xtalib o'tsam. Xususan, joriy yilning 3 oyida jami 22 ta jinoyatlar qayd etildi. Shundan bittasi oldini olinadigan, bittasi aniqlanadigan jinoyatlar sodir etilgan bo'lsa, umumiy jinoyatlarning 91%ni, ya'ni 20 ta jinoyat kibersoha, ya'ni axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan. Tumanda kibermakonda sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha doimiy ravishda targ'ibot, tashviqot tadbirlari o'tkazilib kelinmoqda. Biroq hozirga qadar fuqarolarning aldanib qolish holatlari kuzatilmoqda. Hurmatli fuqarolar, hozirgi kunda internet tarmoqlarida keng avj olib borayotgan firibgarlik jinoyati kundan kunga oshib borayotganligi sababli o'zingizga tegishli bo'lgan plastik karta ma'lumotlarni hech kimga bermasligingiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn buyum sotib olayotganda ehtiyotkor bo'lish va turli firibgarliklarning aldoviga ishonib qolmasligingizni so'rab qolaman. Shuningdek, jinoyatlarni jilovlash va huquqbuzarliklarni barvaqt profilaktika qilish borasidagi ishlar samarali tashkil etilganligi bois o'tgan 2 oyda mavjud 22 ta mahallalarning 91% yoki 20 tasida umuman jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Joriy yilning 3 oy davomida tumanimizda huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasida tumandagi bironta ham mahalla qizil toifaga tushmadi. Biroq tumanimizdagi 22 ta mahallaning 4 tasida kriminogen vaziyati murakkabligicha qolmoqda. Jumladan Bandixon, Farovon, Obodyurt va Birdamlik mahallalariga to'g'ri kelmoqda. Mahalladagi jinoyatchilikning ildizi ko'pincha ijtimoiy muammolarga borib taqalmoqda. Jinoyatchilikni yangicha uslubda tahlil qilish, bevosita aholi bilan ishlayotgan ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlarining faoliyatini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Mas'ul rahbarlar jinoyat sabablarini mahallabay va sohabay muhokama qilish va ularni bartaraf etish borasida vakolatli davlat idoralarining kundalik vazifalarini belgilash tizimi yaratildi. Bugungi kunda tuman darajasidagi barcha rahbarlar tomonidan mahalladagi xonadongacha tushib, har bir jinoyatning kelib chiqish sabab va omillarini aniqlab, jinoyatchilikning
turi bo'yicha oldini olish omillarini bartaraf etish borasida amaliy ishlar bajarilmoqda. O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda huquqbuzarliklarga qarshi immunitet yaratish bo'yicha tizim yaratilgan bo'lib, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va kasbga yo'naltirish, tarbiyasi va o'qishida muammo bo'lgan o'quvchilarning ota-onalari va mahalla faollari bilan birgalikda ishlab, muammolarni yechishga qaratilgan aniq choralar ko'rib borilmoqda. Mahalla yetkiligi tomonidan har oy maktablarda ota-onalar bilan uchrashib, mahalla va maktabdagi muhit muhokama qilinmoqda. Mahalla va ta'lim muassasalarida bolalar tarbiyasini yaxshilashga, ota-onalar dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladigan milliy kontentlar targ'ibot qilinmoqda. Yoshlar ishsizligining salbiy oqibatlaridan o'z vaqtida band bo'lmagan yoshlar bilib bilmay nomaqbul ishlarga qo'l urishi, diniy radikalizm ta'siriga tushib qolishi, jinoyat ko'chasiga kirib qolishi holatlari kuzatilmoqda. Aynan shu masalada yoshlarni kasb va tilga o'qitib, yuqori daromadli ishlarga joylashtirish bo'yicha tumanda ko'plab amaliy ishlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda qiyin ahvolga tushgan, alohida e'tiborga muhtoj yoshlar ham bor. Qiyinchilikka duch kelgan, tarbiyasi og'ir, alohida e'tiborga muhtoj yoshlarning jinoyatga qo'l urishlarining oldini olish maqsadida yangicha ishlash tizimi joriy etilgan bo'lib, ular bilan manzilli ishlab, bandligini ta'minlash, sport bilan shug'ullanishi, san'atga yo'naltirishi ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, tumanda yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularning axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonligini oshirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga olgan 5 ta muhim tashabbus amalga oshirilmoqda. Tuman madaniyat bo'limiga 5 mingdan ortiq kitoblar keltirilib, kutubxona faoliyati yo'lga qo'yilib, bunda yoshlarning kitobxonlikka bo'lgan qiziqishlarini oshirish asosiy maqsad qilingan. Hurmatli tumanimiz fuqarolari, xabaringiz bor. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 3-yanvar kuni 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarori imzolandi. Mazkur qaror bilan tuman hududidagi kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish maqsadida tajribali rahbarlar mas'ul etib biriktirildi va har bir mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy holati bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Belgilab berilgan topshiriqlarni amalga oshirish maqsadida tegishli tashkilot va idoralarga aniq vazifalar berilib, ijrosi prokuratura idoralari tomonidan nazoratga olindi. Bu borada muvofiqlashtiruvchi shtab tuzilib, shtab va ishchi guruh a'zolari tomonidan qaror ijrosi yuzasidan yo'l xaritada belgilab berilgan vazifalarning bajarilishi bo'yicha kunlik nazorat tartibida o'rganib borilmoqda. Tumanimiz tashkil topganiga uncha ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, hozirgi kunda fuqarolarning haq-huquqlari, ijtimoiy muammolari o'rganilib, ularga ijobiy yechim topilib, bartaraf etilmoqda. Bundan tashqari, tumanimizda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida tuman hududiga kirish-chiqish joylariga, mahallalarning asosiy joylariga kuzatuv kameralari o'rnatilib, tumanimizda sodir etilishi mumkin bo'lgan har qanday holatlarning oldi olinmoqda. Tuman hududida istiqomat qiluvchi, jinoyat sodir etishga moyil, spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, muqaddam sudlangan, probatsiya hisobida turuvchi shaxslar hamda nizoli oilalar bilan og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlarning oldini olish maqsadida ular bilan individual ishlanib, muntazam ravishda suhbatlar o'tkazilishi ta'minlandi. Ularga hududlardagi diniy idora vakillari ham biriktirilib, hayotda o'z o'rinlarini topishga ko'maklashilmoqda. Notinch oilalar bilan alohida suhbatda bo'lib, ularga yo'l yo'riq ko'rsatib, ko'zga tashlangan muammo va kamchiliklar yechim topishga harakat qilyapmiz. Hech bir murojaat e'tibordan chetda qolmaydi. Bundan tashqari, probatsiya nazoratida turgan shaxslarni doimiy ishga jalb qilish maqsadida mehnat yarmarkalari o'tkazib, bandligi ta'minlanmoqda. Tuman hududida tungi vaqtlarda sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni va jinoyatlarning oldini olish, jamoat joylarida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash
hamda jinoyat sodir etilishining oldini olish bo'yicha joylarda profilaktik suhbatlar o'tkazilib, tadbirkorlar va fuqarolarga tushunchalar berilishi ta'minlanmoqda. Shuningdek, savdo maskanlari, ko'chalar, avtoavariya o'choqlari, yo'l belgilari, kuzatuv kameralari va tungi yoritgichlar o'rnatish Milliy gvardiya qo'riqlash bo'limi tomonidan aholi xonadonlarini qo'riqlov, signalizatsiyaga ulash ishlari tashkillashtirilmoqda. Qadrli tumanimiz fuqarolari, keyingi yillarda ichki ishlar organlari faoliyatida ijobiy o'zgarishlar ro'y berayotgani albatta barchamizni quvontiradi. Shu bilan birga bugungi shiddatli va murakkab zamon oldimizga qanday dolzarb vazifalarni qo'yayotgani barchamiz yaxshi tushunamiz. Bundan buyon asosiy e'tiborni sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarning asl sabablarini aniqlash va bartaraf etish masalasiga qaratamiz. Kelgusida har bir mahallada huquqbuzarlik va jinoyatchilikning asl sabablarini aniqlanib, ularni bartaraf etish choralari ko'riladi. Shuning uchun huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha ijtimoiy profilaktika tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali profilaktika inspektorlari, mahalla raisi, soliq va ijtimoiy xodimlardan iborat mahalla yettiligi hamkorligi yanada kuchaytirildi. Mahallaning o'zida o'smirlar, yoshlar va ayollar o'rtasidagi jinoyatchilikni keskin kamaytirish hamda muammoli fuqarolar bilan ishlashni kuchaytirgan holda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish choralari ko'rilmoqda. Aziz fuqarolar, tumanimizda bugun ozod va farovon hayot, tinchlik va osoyishtalik hamda fuqarolarning emin-erkin yashab mehnat qilishi uchun yaratilgan barcha sharoitlarning qadriga yetaylik. Vatanimizning bugungi kuni va ertasi uchun kasbimiz, yoshimiz, millatimiz va e'tiqodimizdan qat'iy nazar har birimiz o'zimizni mas'ul bilishimiz lozim. Fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash ichki ishlar organlari xodimlarining sharafli burchidir. Xalq manfaatlariga xizmat qilish soha vakillarining asosiy shiori bo'lib qoladi. Ana shunday ezgu va xayrli ishlarda ichki ishlar organlari avvalambor jonajon O'zbekistonimizning eng ko'p millatli xalqiga, jonkuyar va fidoyi mahalla faollariga, ko'pni ko'rgan nuroniy otaxon va onaxonlarimizga, mehribon opa-singillarimiz, xotin-qizlar tashkilotining tajribali vakillariga, inson qalbi muhandislari bo'lgan ustoz va murabbiylarimizga, hal qiluvchi kuch bo'lib maydonga chiqayotgan azmu shijoatli yoshlarimizga tayanadi va suyanadi. Jinoyatchilikning oldini olishga barchamiz birdek mas'ulmiz. Tumanimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish, o'z hissangizni qo'shishingiz, mol-mulklaringizni e'tiborsiz qoldirmasligingizni, shaxsingizga oid ma'lumotlar va bank karta raqamlaringizni begona shaxslarga bermasligingiz, uy-joy va avtomashina oldi sotisiga aldanib qolmaslikka, bir-biringiz bilan aql va inoq bo'lishga, farzandlaringiz tarbiyasiga befarq bo'lmasligingizni so'rab qolamiz. Va har qanday jinoyat va huquqbuzarliklar bo'yicha zudlik bilan hudud profilaktika inspektori va viloyat IBning 102 qisqa raqamiga murojaat qilishlaringizni so'rab qolamiz. Qadrli vatandoshlar, mamlakatimizda tinch va osoyishta hayotni yanada mustahkamlash, mahallalarimizda huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni oldini olishda yagona kuch bo'lib, hamjihatlikda harakat qilaylik.